Surxondaryo viloyatida yosh energetiklar musobaqasi tashkil etildi. Jarayonlardan muxbirimiz Sobit Qaynarov xabar qiladi. Energetika murakkab soha. Shu bois tizimda kadrlar malakasini oshirib borish talab etiladi. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan 20-maydan 20-iyunga qadar xavfsizlik texnikasi oyligi e'lon qilingani bu borada ayni muddao bo'ldi. Uning doirasida o'tkazilayotgan yosh energetik musobaqalari Surxondaryoda ham ko'tarinki ruhda tashkil qilinmoqda. Dastlab hududlar kesimida Termiz va Jarqo'rg'on tumanlarida o'tkazilgan bo'lsa, yaqinda Sarosiyoda bo'lib o'tdi. Unda Sarosiyo, Uzun, Denov, Qumqo'rg'on va Oltinsoy tumanlarida faoliyat yuritayotgan 30 yoshgacha bo'lgan energetiklar jamoalari o'zaro bellashdi. Dastlabki shartda elektr ta'siriga tushgan xodimga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish jarayonlari kuzatildi. Har bir ishtirokchi belgilangan qoidalarga qat'iy amal qilgani ahamiyatli. Transformatorni ta'mirlash, havo elektr uzatish tarmog'idagi ishlarni bajarish, elektr simi hamda pichoqlarni almashtirish va rostlash kabi mahoratlar sinovdan o'tkazildi. Birinchi shart bo'yicha tokka tushgan jabrlanuvchiga birinchi yordam ko'rsatish vaqti 4 minutdan iborat. Ikkinchi shartimiz 10 kilovatli saqlagichni almashtirish. O'tkazishimizdan maqsad yosh energetiklarimiz bir-biri bilan bilim almashish, tajriba almashish hisoblanadi. So'nggi shartda test savollari orqali nazariya bilan amaliyot uyg'unligiga e'tibor qaratilgani quvonarli. Har bir shart esa tajribali mutaxassislar tomonidan baholab borildi. Agar amaliy mashg'ulotlar o'tkazib tursak, har bir xodim ko'zi bilan ko'rib, ishonch hosil qilib ishlaydi. Xavfsizlik texnik qoidalar to'liq rioya qiladi, kamchiliklarni mana shu yerda ko'rib, yoshlarga o'rgatadi. Yakunda Qumqo'rg'on tuman elektr ta'minoti jamoasi birinchi o'rinni egallab, musobaqaning keyingi bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Sobit Qaynarov, Eshquvvat Himmatov, Surxondaryodan.